Yaxshi to'donlama Onami ailesidagi barliq yo'ldoshlar, apandilar, kechqurun xayrli bo'lsin. Bu mening shu Onami ailesiga 4-chi qatam dars so'zlab berishim bo'ladi. Bugun biz shu tortish kuchi nazariyasining maxfiyati to'g'risida so'zlaymiz. Endi bir narsani bilish kerak. Psixologiya butun bo'lish uchun fizik bilan birlashib ketadi. Fizik bilan psixologiya birlashib ketadi. Shunga Einstein bu fizik dunyosi orqali odamning ichki dunyosini to'liq ko'radigan odamcha bu. Demişim amaliyotda odam shu o'zini tadqiq qilish uchun sirtqi dunyoni tadqiq qildi yoki o'zini tadqiq qilish orqali sirtqi dunyoni biladi. Ikkilisi o'xshash. Bir bo'lsa fizik dunyosini pishib ko'rish orqali ichki dunyoni biladigan gap. Hozirgi menga shuni ko'chiralsan, sen darhol kvant dunyosida shu dojiga ilishgan mendan iborat bir matriksni yasay olaysan degan gap. Yoki bo'lmasa ichki dunyosini yaxshi bilish orqali tashqi dunyoni biladigan gap. O'xshash birlashib ketdi. Burun bir geometriya jihi deydigan bir darsimiz vardı. Shuningdek masalan bir binoning egizligini o'lchash uchun qanday qilish kerak deganda binoning soyasini o'lchaydiq. Adın qalamni shuni yerga qo'yib, qalamni o'lchaydiq, qalamning soyasini o'lchaydiq. Sonlan aşkısının bilüsünü, kalem bilen kalemnin sayısının bilüsünü elipla, binanın sayısının bilüsüge köpeytip etsek, binanın igizlik çıkıdı. Demek ki binanın igizlikini hesaplaş için bir tal metre yetip aşıdı. Demek ki şuna okşaş, içki dünyanı mı bilish uchun tashqi dunyoni bilsak bo'ldi, tashqi dunyoni bilish uchun ichki dunyoni bilsak bo'ldi. Shunga Einsteinning nurg'un psixologiya to'g'risida, odamning ichki dunyosi to'g'risida nurg'un gaplari bo'lgan. Masalan, o kun darsimda so'zlab qo'ydim. Einstein shu ro'y kasallik to'g'risida agar ro'y kasallikni degan oddiy bir jumlaga birla eg'iz gapga yig'inchoqlash to'g'ri kelib qolsa, qaqshash va boshqalarni ayiblash degan. Shu ro'y kasallikning ifodasi degan. Bu nuqtaga ketganda ro'y kasallik odam intayin. Bu gap nemish bundoq bo'ldi degan. Bu deganlik qaqshima deganlik emas. Buni sizlar qaqshima deb tushunmasangiz bo'lmaydi. Biz psixologiyada undaq qilma, mundaq qilma demaymiz. Balki nemishqa qaqshaydiganini, nemishqa başqalarını ayıplaydiganini bilsang, tabiiy qaqshmaygan bo'lsa, ma'ni yetaklaymiz. Hargizmi uni mohiyatini bilmay turib qaqshima deb qo'ysak, u teximiz ziyonliqda. Xuddiliqi masalan, psixik sog'lomligida eng no't sog'lomlik ochiq kelmaydigan bo'lishda. Uningdan keyin qolsa, ochiq keldigan uni ifodalash. Bu sog'lom tehi. Eng kesili ochiq keldigan, ammo uni yutadigan bu eng psixik kasallikda bu. Shunga bu yerda psixik sog'lomlik deganlik ochiq kelgan narsani yoki qaqshig'iz kelgan narsani qaqsam bo'lmaydi, ochiqim kelsa bo'lmaydi deb yutish emas. U degan bek cho'ng funonglang. Uningdan da ifodalagani yaxshiroq. Eng to'g'risi nima esa, ochiq kelmaydigan bo'lish, qaqshmaydigan bo'lish. Bu haqiqiy psixik sog'lomlik. Ammo buning uchun sen nemish qaqshaydigan, nemish boshqalarni ayiblaydiganini bilsang, mohiyatini tunib yetsang, tabiiy tashlaysan degan gap. Shunga bu yerda o Einsteinning sarangliqning ifodasi qaqshash va boshqalarni ayiblash desam, o qaqsa olmaykanda, ayiblasak olmaydi ekan boshqalarni desanglar, bu yana ezib ketisizlar. Jiqada mushunda ezib ketuvchi. O'zingizlar og'zingizda ayibli qaqshmagan bilan menga so'zlaydi-ku, o'zingni so'zlab qaqshaversizlar. Uni zo'mzo besiydigan narsa emas, mohiyatini tushunganda o'zlikni to'xtab qoldi. Chunki nemishqa qaqshash va boshqani ayiblash ro'y kasallik ifodasi deganda odam ichki dunyosidagi ziddiyatlarni tashqi dunyoga so'rab kirdi.
Sizlarning kishilik munosabatda boshqaga tutgan barliq muomalanglar amaliyotda o'zingni tutgan muomalang uchun odam o'tmishidagi u uchragan ish yoki o'zi boshqalarga zaxm yetkazib qo'ygan bo'lsa va yoki o'zi nomus qildigan bir ishni qilib qo'ygan bo'lsa, odam shu ishdan keyingi shakllangan o'ziga o'childichu beorom bo'ldi. Bir bo'lsa bu o'zini yushirib o'tadi, bir bo'lsa bu o'zi bilan chiqisholmay boshqalarni ayiblash, o'chilish orqali heliqi shakllanib qolgan nachar o'z tarafidan shakllanib qolgan azob deb atiladigan hissiyotni baloni silashtirmoqchi bo'ldi, tamponlamoqchi bo'ldi. Boshqa o'chirlar, boshqa tillar, boshqani qaqsa tamponlagandek ko'rindi xolos. Shu uni mohiyatini tushunib yetganda ondan to'xtaydi nurg'un jarohatchi. Masalan, boshqalarni kechirib o'tish dunyodagi eng katta fazilat deyildi, demişim shundoq. Biroq bu yerda bir xato narsa borchu. Amaliyotda boshqalarni kechirib o'tish fazilat emas, u bir qattiq cho'ng iqtidorchu. Ham nurg'un odam undagandan keyin qandaq ahvol kelib chiqadi desa, birisi o'ch, uni o'chulay desa, fazilatsizlik tuyuladi. Shundan u men kechirib o'tdim deb qo'ydi. Ammo u ichki dunyosida haqiqiy uni kechirib o'tmaydi. U yolg'onchi. Uningdan texnologiya o'chog'ini yaxshi. O sal yerim kesel, yerim saq bo'ldi. Ondan sonra bu yerda boshqani kechirib o'tish u sizning qaroring emas. Uni qaror qilib kechirib o'tman degan bilan maydonda bir xil bir egri bir narsa unimaydi-da uningga. Unimaydi. Shu bu yerda boshqani kechirib o'tish u bir fazilat emas, balki bek kuchli iqtidor u. Qandaq bo'lganda boshqani haqiqiy kechirib o'tgildi? Men bayatını deb berdim. Boshqani kechirib o'tishdan burun boshqalarga bo'lgan o'chmanlikning amaliyotda o'zangning ichki dunyosidagi miyib balaga yoki yaralangan balag'aga o'chmanlikchi, yaralangan baladan bir xil o'zangni tuvan ko'rish, tin shakllangan o'chmanlikchi u. Masalan, bir odam putoni sundirib o'tgan bo'lsa, uni kechirib o'tdim deganing bilan haqiqatan putoni og'riganda yonashing esonlar kelib oldi-ku masalan. Demak, sizning minganglar orqali kechirib o'tdim deganing yolg'on narsa-chu. Çünkü haqiqatan putoni og'riganda shuni yodingizga qoldi. Ham qanday vaqtda uni kechirsangiz, putoni qancha saqaysa unutib ketsizlar-chu. Kechirib o'tishni o'ylamaysizlar, shuni o'zi kechirib o'tganlar. Kallanglar kirib chiqmaydi. Yoki shu tufayli masalan putonlar saqayib, ya'ni shu saqaygandan keyin burunqidimmi bek kuchlanib ketsa masalan putonlar, u chaqda u odamga texmi haqiqiy kechirib o'tishlarda u chaqda. Kechirish emas, undan minnatdorroq qolsa. Shunga o'xshash boshqani kechirib o'tish amaliyot o'zingizga o'chmanlikni kelgani uchun o'zingizning jarohat saqayganda tabiiy boshqalar hech qanday o'chmanlik qolmaydi. Shu odam qancha halsizlashgan siri, mag'dursizlashgan siri, ojizlashgan siri, ishlar oqmagan siri, mag'lub bo'lgan siri boshqalarga o'chilib ketadi. Xutqaznib ishlar yurishgan siri chu desa, ishlar qancha yurishgan siri unda o'cholmaydi. Masalan, bir qiz bizlar muhabbatlashdi deylik. Onunla yurib 6 yil yurib, u bola uni tashlab etdi. Bu qiz shundoq o'choldi. Sevginish, o'chmanlik birlashib ketdi. Endi bu qiz yana birisini to'y qilib baxtli bo'lib ketsa, burunqisini kechirishni unutib ketadi uncha, xiyolchi chiqmaydi. Ammo mush qiz baxtsiz bo'laverdi ekan. Burunqi odam o'childi. Amaliyotda uning o'chilayotgan hargiz u bola emas, shu bola u qizni shakllantirgan miyib o'zini shunday o'ylaydigan gap. Jiqqa ketdik hamda Einstein to'g'risida. Shuna bu odam mendaq yig'inchoqlab aytgan ulug' odam. Hamda bu yerda tortish kuchi nazariyasi Einsteindan ayrılmaydi. Einsteinning shu nurg'unlagan to'plarning ichida eng qudratli to'pisi E tang mc kvadrati. Bu E tang mc kvadrat degan nimasi? Energiya tang massa ko'paytirilgan yorug'lik tezligining kvadrati degan. Bu degan bak cho'ng formulachi bu. Siz buni sizlar munosabatdek tushunsizlar. Bu yerda E degan energiya, massa degan narsalarni ko'rsatadi, moddalarni.
Mesela kulağındaki telefon bir massa, taş bir massa, pul bir massa, ama işte tutkulduğun nesnemiz massa oldu. C-ço dese, MC kvadratki C-ço dese, bu yoruqluq tezligi hesaplandı. Şunun kvadrat demekçi. Onda olsa biz bu tanımını I tang MC kvadratni M tang C kvadratni anan mahraj qilayotganimizda M tang C kvadratdan energiya oldu-chu. Bu yer nima demakchi desa, unda bo'lsa energiya massa bilan yoruqliq tezligining kvadratini ko'paytmasi bo'lsa, matta nimaga teng desa, matta energiyani yoruqliq tezligiga bo'lganga teng. Yoruqliq tezligiga bo'lganga teng. Yoki bo'lmasa energiyani yoruqliq tezligidan birga ko'paytganga teng bo'lib qoldi. Unda bo'lsa biz nurg'un odamlar qutqazaman degani erishmoqchi bo'lgan narsalarni ko'rsatdi-ku, masalan, oltin, pul, uy, mashina deganlarimiz mattada yoki Einstein tilicha massa. Bu narsalar nimaga teng desa, energiya ko'paytirilgan yoruq tezligidan bir hisoblandi. Mush nuqtalab aytgan vaqtda unda bo'lsa energiya demak bu yerda matta energiyaga teng bo'lib qoldi. Demak har qanday siz ko'rayotgan matta biz ko'rolmaydigan kvant energiyasining ko'ringan shakli. Shu Einstein nima degan desa, amaliyotda matta bilan energiya o'xshash bir narsaning o'xshamagan shakl ifodasi. Albatta bu odatdagi men uchun sal tushuniksiz degan o'zining og'zi bilan. Biz salonda mush to'g'riliqni yo'llab qo'yamiz. Shundan bir kichik videosi bor-ku, shu Einsteinning. Ash I tang MC kvadrat. Shunga bu yerda matta energiyaga teng bo'ldi. Demak, energiya undasa matta energiyadan shakllansa, energiya nereden shakllandi? Chunki energiyani o'zgarishi matdan keltirgandan keyin odam bu energiyaga qanday ta'sir qila oladi? Dal mana shu yerda biz tortish kuchi nazariyasi bu Einsteinning shu formulasini tamomlagan, to'liqlagan. Hamda shu bizning dars sansagan darsini ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar. Shunda energiyaning amaliyotda kvant zarrachalaridan tuzilganligini men so'zlab berdim. Hamda kvant zarrachalari degan nima desa, kvant zarrachalari dunyoning hamda asosi. Sizlarga urindiq, telefon, yoki gilam, daraxt, yulduz, osmon, oy, mashina bo'lib ko'rinayotgan narsalarning hammasi amaliyotda u kvant zarrachalari. Sizlarga ko'rindi. Agar hammaning ko'ziga necha million piksellik, ya'ni necha million narsa kichiklaydigan bir ko'zoynak taqab qo'ysam, dunyo argi sizlar ko'rgandek ko'rmaydi. Demak, tortish kuch nazariyasi nima desa, dal mushu moddiy narsalarning asosi bo'lgan kvant zarrachalariga odam qanday ta'sir qiladi? Qaysi usul ta'sir qilsa, ondan odam o'zi orzu qilgan shu moddiy dunyosini o'zi yarata oladi deydigan mushkil narsaning asosiga qurilgan narsa bu. Qurilgan. Hamda bu nazariya yangi nazariya emas, azaldan bor. Ama jiq odamlar buni qo'llanmagan. Buni qo'llanmaslik sababi nima desanglar? Mohiyatni tushunmaslik bir narsani bilmagandanmi xatarlik narsa. Mohiyatni tushunmaslik. Chunki mohiyatni tushunmaganda odam har qanday bir narsa xato tushunib oldi. Xato tushunib olish tushunmaslikdan xatarlikda. Tushunmasanglar to'g'ri tushunish mumkinchilik bor. Xato tushunib olsanglar desa to'g'ri tushunish mumkinchiligi yo'q. Chunki xato tushunib olganda odam o'zining xato tushunchasini to'g'ri deb yashayveradigan gap. Shunga shu tungan bolalar tarbiyalashdim to'g'ri so'zlab berdim. Ba'zi ota-onalar o'zining ota-onasi uni qanday tarbiyalagan bo'lsa, shuni to'g'ri deb qaraydi. Garchi xato bo'lsin. Buni mush xatarlikchi. Shunga jiq odamlar bilimsiz odam amaliyotda atalmış bilimlik odam qaraganda titraq ketadi. Chunki bilimli odam o'zining ba'zi ko'z qarashlarini to'g'ri deb o'ylab oldi-chu. Shundan
xatoni to'g'ri deb o'ylab olgandan keyin to'g'rini qabul qilmoqda. Bilimsiz odam u kung bir boto'lka olgandan keyin qochilsa tiz nim qila oladigan gap. Shundaq boy bo'lganlarning ichidami endi ancha bek o'qib ketmagan. Endalari tiz tirak ketgan avval shundan kelib chiqdi ba'zida. Shuna bu yerda hamda shu tartishkush nazariyasini qadam ishlatilmasligi tushuncha xato bo'lib qolganda ularga nimani o'ylasam shu bo'ladi deb bunda oddiy o'ylab qolgan. Amniyatda nimani o'ylasa shu bo'lmaydi. Chunki bu yerdagi o'y ikki xil bo'ldi. Birisi yushrin ongdagi o'y, ham birisi ongdagi o'y. Ongdagi o'y u bir hech nima yarmaydigan narsa va ongdagi o'y bir keraksiz narsa. Muhimi yushrin ongdagi o'y. Ammo yushrin ongda o'ylash bu unda o'ng'ay narsa emas-da. Masalan, amaliyot odam nayta qimmat baliq bir dachini o'ylasa, rasash dachiga erishadi. Ammo bu o'yni u narida o'ylaydi deydigan gap bor-da. Aylar o'zi biladigan mandaq o'yda o'ylab dacham bo'sti degani bu u tartishkush nazariyasi deyotgan o'y emas. Bu aylaqa dacham bo'sti degani u bir orzu, ham xiyol uchu. Uni ham xiyol deymiz, orzu deymiz. Yushrin engida dacham bo'ladi deb o'ylay olsa, u haqiqiy tartishkush nazariyasida 100% bo'ladi, 120% bo'ladi. Gap shuni, yushrin ongdagi o'yda qandaq o'ylash degan masala va biz bu darslikda dal mushu maxfiyatini so'zladik. Maxfiyat shu. Shunga bu yerda qandaq qilganda bu o'yni shu yushrin ongda o'ylag'ili bo'ldi degan narsani biz shu darslikda so'zladik. Shu bilan tartish kuchining maxfiyati degan narsa shu. Hamda buningda bizning asosimiz, tushunish asosimiz kvant zaryadchisining alohidligi. Bu tajribaxonada kvant zaryadchisini sinab qilib bir tal teshikdan bir tal kvant zaryadchisi otsa, tomda nurg'un izi qolgancha uning. Bu yerda diqqat qiladigan narsa nurg'un izi. Bu bir tal kvant zaryadchisini bir teshikdan otsa, uning nurg'un izi qilishi bu qanday ish? Bu shu tajribadan keyin 20-30 yil oldu. Dünyada bek çoğun özgürlüş oldu. Şundan keyin bu kvant dünyası nurg'un narsalarni o'zgartirib o'tgan. Kvant kompyuter, kvant bir nima. Asosiyatim bu Lianz degan narsa shu tajribadan keyin kishilarning dunyoga bo'lgan ko'z qarashini ajoyib o'zgartirib o'tgan. Boshqacha o'zgartirib o'tgan. Ondan ular yana Einsteinga qayta deymiz, qoidadan tunib ketganda bir tal tushukda olsa necha yerda izi qolgan. Ikkinchisi buni tajriba qilayotganda mush kvant zaryadchini sinqagandagi apparat ko'z vaqo, Sheshanto'ning ko'zi. Uni tasaddibiy hamda tajribada asli u nima yo'q, ammo tasaddibiy Sheshanto'ning ko'zi boshqa yerga to'g'rilansa, ya'ni o'zgarsa o'rni o'zgarsa, kvant zaryadchilarining tomdagi izim o'zgarib ketgan. Amaliyot hech qanday chekilmagan. Faqat Sheshanto'ni bunday qilib qo'ysam, boshqa yoqqa bu amaliyot Sheshanto degan aynakning sirtida. U kvant zaryadchisiga hech qanday chekilmaydi. Faqat ko'z nuqta o'xshamaydi. Ondan bu tasaddibiylikdan kvant zaryadchisining ikkinchi alohidligi, ya'ni kuzatilguchi kuzatuvchining ta'siriga uchraydi degan kuchli xulosa kelib chiqqan. Kuzatilguchi kuzatuvchining ta'siriga uchraydi. Bu psixologiyada bek muhim narsa. Sizning iringlar, sizning uningga bo'lgan ko'z qarashingning o'zgaradi. Masalan, sizning kallangizda iringlar kim bo'lsa, iring osh bo'lib qoldi. Balanglim kim bo'lsa, shu bo'lib qoldi. Demak, bu yerda iringlar kuzatilguchi, sizlar kuzatuvchi, kuzatuvchining ta'siriga uchraydi. Tushunyapsizlar sizlar. Shu dunyomi sizning kuzatishingizga asosan o'zgaradi. Chunki dunyoning mayt kvant zaryadchisi bo'lsa, kvant zaryadchisini tajribaxonadagi harakatlari dunyoning maytini tushuntirib beradi. Shu ham dunyodan iborat kuzatilguchi, odamdan iborat kuzatuvchining ta'siriga uchraydi. Mana bu kvant zaryadchisining ikkinchi alohidligi, shuni xuloslagan. Hamda bu yerda biz bir vaqt deydigan bir narsani tushuntirishimiz kerak. Vaqt degan qanday narsa deydigan. Vaqtni bekchiq odamlar tushunib ketmaydi. Vaqtni tushunadigan odam intayin az bo'ldi.
Vaqtni tushunish tez. Buning uchun Steve Hawkinsning Urug'chidagi dunyo, vaqtning qisqa tarixi degan kitoblardan foydalansam bo'ldi, ammo u kitoblarmi normal puhralar deganim normal tadqiqotchi emas, normal odamlarning tushunish doirasining sirtidagi kitoblarda. Ular tadqiqotchi, yuqori minga bilan shug'ullangan odamlar ondan tushunadi. Şu an o kitaplarni o'qisanglar bo'ldi, ammo mening tushuntirishimni anglab bo'lib, ondan o kitobni o'qisanglar, o kitobni ozroq tushunalaysizlar. Bu misol kitobni tushunsangiz, balkim o'qiganlar bo'lishi mumkin, tushunolmaysizlar. Shunga vaqt tuqumini bir taraf qilish bek muhim narsa. Bu intayin muhim bo'lg'achqa, intayin tez narsa. Vaqtni tushuntirish uchun burun avvalsizlik mundaq bir hodisani deb beri. Hamma odamning shu balliq davri nihoyat ost o'tgandek ko'rindi. Çoğun boğandıkın tizlek gidiyor. Qarsanlar daha şöyle püttürüp 10 yıl bir demde ötüp ketken ve bu 10 yıl men nemiş kıldım dep qaraysizlar. Ama kichik vaqtimiz şundaq ost o'tdi. Bir kunmi shunda uzun zadi. Ondan daha şöyle hayotinglardimi, daha şöyle birinchi yilligi shundaq ost o'tdi. Ammo daha şöyle eng oxirgi yili chu desa shundaq tuz o'tdi. Bu hadislardan biz nima tushunyapmiz deganda, vaqt amaliyotda yo'q narsa deb qaraldi. Yo'q narsa qaraldi. Ammo normal sharoit ostida vaqtni nurg'unlarimiz tuzsizlik deb qaraymiz. Tuzsizlik, masalan, tuzsizlik deganimiz, masalan, tungan men uyda men tungan xamsa etgandim. Hozir men ishxonada. Hamda tungan xamsa etgan Eli Qurban hozir ishxon kelib dars o'tadi deb o'ylaysizlar-da. Amaliyotda unday emas vaqtdoshlar. Unday emas. Amaliyotda tungan xamsa etayotgan Eli Qurban hozirmi tunganda xamsa etayotdi. Magipim misol tushunishsizlik qildi. Hozirmi tunganda xamsa etayotdi. Amaliyotda u xamsa etayotgan Eli Qurban bilan men farqim yo'q. Munosabatim yo'q. Men faqat shu tungan xamsa etayotgan Eli Qurbanni beshimdan kechirib, hozir men ishxonada o'tirgan Eli Qurbanni beshimdan kechiryapman. Bu muqab qoldi. Men shundaq har bir vaqtdagi menni beshimdan kechirib menga emas vaqtdoshlar. Odamlarning jiqlari emaslar. Birisini sen kim o'dismen shopir deb oldi-chu. Shundan u mangu cheksiz shopirlarni yaratib, shu shopirlar peshaverdi. Amaliyotda u shopir emas, u faqat shopirlikni 5 dan kechirdi xolos. Nurg'un odamlarning o'tmishda yashashining sababi shu. O'tmishdagi ma'lum bir ish tufayli o'zini baxtsiz deydi. Shundan cheksiz baxtsiz manni yaratdi. Ondan oldirmay bu baxtsiz manlarni 5 dan kechirdi. Asli u baxtsizlik yuz bergandagi odam hargiz baxtsiz emas, balki baxtsizlikni 5 dan kechirganda shu vaqt qolib darsligi-chu. Ammo u odam bo'lsa shu yuz berganda men baxtsiz ekanman dedi, yuzini ongda o'yladi-da, u men baxtsiz ekanman deganda cheksizligan quvonit baxtsiz manlar paydo bo'ladi. Ondan bu shu manlarni 5 dan kechirdi. O'xshash. Agarchi yuz bergan sal o'xshamasimi, moiti o'xshash baxtsizlik bo'laveradigan. Biz buni o'tmish yashash deb qaraymiz. Mayasal murakkab bo'lib qoldi. Murakkab bo'lib ketib qolsa ham amalga tushunish to'g'ri keldi buni. Shuna bir shopir amaliyot faqat shopirlikni 5 dan kechirdi. Men shopir degani menga shu shopirlik petib qoladi. Bir baxtsiz odam shu baxtsizlikni 5 dan kechirdi, ammo men baxtsiz deganda o yana cheksiz baxtsiz manni yaratdi. Baxtsiz man o'z navbatida baxtsiz manning o'zi shu baxtsizlikni tatib keladigan gapda. Shuna bu tatish kuchi nazariyasida eng diqqat qiladigan narsa nima deganda, sen yushin ongdagi man, yushin ongda qandaq bir manni paydo qilsang, ondan shu manga mos keladigan moddani yoki massani tatib kelsan degan mush nuqtaga diqqat qilinmagan, bilinmagan mush nuqtani.
Şuna suyumlu sabaqdaşlar bu yerda şu yushurun ongdagi tafakkur deganimiz yushurun ongdagi manni yaratish qartildigan gap. Buni paydo qilish uchun nima qilish kerak deganda tasavvur bilan hissiyotni birlashtirish kerak. Tasavvur bilan hissiyotni. Şun tartish kuchining eng orqali yeri sen o'zing xohlamoqchi bo'lgan narsalarni emas, shu narsa erishgan manni tasavvur qilsa. Masalan, sening bir dachoy og'ing bo'lsa, ma Nurg'ullo dachoy ham bo'sdi deb dachoyni tasavvur qiladi. Amaliyotda bu yerda tasavvur qilgan narsa dachoy emas. Balki dachoyga erishgan manni tasavvur qilamiz. Shu manning hissiyotini, shu dachoyga erishgan manning hissiyotini o'zingiz shakllantirasiz. Ondan bu yushurun ongdagi man paydo bo'ldi. Agar bu barqatimli his qilinib ketsa, 100% shu odamning shu dachi shakllandi degan mushani chiqadam tushunmagan. Shuning qadam bu tachish kuchi mahbitini qilganda qaysi dacham bo'lsa-edi, oniman bo'lsa-edi, maniman bo'lsa-edi, u tachish kuchi qonuniy emas. U degan ahmoqonlik, u degan daydream, xam xiyol, orzu. Buna hech qaysi amalga oshmaydi. Amalga oshadigan nimasi? Osh narsalarga erishgandagi manni sen hissiyot orqali to'liq tasavvur qila olamsan. Tasavvuringdan keyin senda osh manda bo'ladigan hissiyotni sen ko'chira olsan o'zi hozirgi manga. Shuna mushada shu nuqtada diqqat qilsanglar, ondan bu tatish kuchi nazariyasi to'liq amalga oshirsa musobaqadoshlar. Mening so'zlaydigan gapim tugdi. Sizlarga shuni o'rlashtirib bergan, yaxshi o'rlashtirib turibdi, anglasam. Onami shirkati